Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Biz tavsiya qilamiz loyihasi asosida sizlarga mualliflar jamoasi tomonidan hamkorlikda tuzilgan eksperimental psixologiya darsligini tavsiya etaman. Darslik asosan psixologiya yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan. Mazkur darslik eksperimental psixologiya fanining mavzulari bo'yicha asosiy ma'lumotlar keltirilgan. Darslik mavzulari 3 bo'limdan iborat bo'lib, birinchi bo'lim eksperimental psixologiyaga kirish, ikkinchisi shaxs ichki regulyatsiyasi, uchinchisi bilish jarayonlari haqida ma'lumotlar ko'rsatib o'tilgan. Barcha mavzular uchun amaliy va laboratoriya ishlarini bajarishga qaratilgan nazariy materiallar va topshiriqlar berilgan. Ushbu darslik 2024-yil Toshkent Metodist nashriyoti tomonidan nashrdan chiqarilgan bo'lib, 496 sahifadan iborat. Ushbu darslikni Axborot resurs markazidan olib foydalanishlaringizni tavsiya etaman.